花刚开，很记得一家好。Bu yoqqa janob. 一家大小洛阳来，我为你造下。我为你造下三千佛，我为你画。Janob, mana bu uyda bir muhtoj yashaydi. Xonim, boshqaruv raisi ichkarida. 花费许多。 Janobjon, Li ustoz, bu yerga qanday kelib qoldingiz? huzuringizga kambag'allikka qarshi kurash bo'limida mudir Xuanni boshlab keldim. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kambag'allik? Ahvoli munchalik yomon emas. Janobjon, bu sharoitlarga bir qarang-a. Unchalik yomon emas deysizmi? Ha, Li ustoz. Bu uy Jan oilasining avloddan avlodga o'tgan uyi. Menga bu yerda qulay va ko'nikkanman. Yo'q. Bu yana nimasi? Qo'shoqladimi? Janobjon, men sizni g'ururingizni tushunaman, lekin xotirjam bo'ling. Biz bu yerga sadaqa ulashgani kelganimiz yo'q. Men bu yerga hokimiyat vakili sifatida g'amxo'rlik ko'rsatish uchun keldim. Mana bu sovg'alarni qabul qiling. Olavering. Voy, suratga ham tushamiz?mi? Unda kiyimimni almashtirib chiqay. Albatta. Hoy, Men hozir. mudir Xuan, kechirasiz. Janobjonni fe'li biroz og'irroq. Jahlingiz chiqmasin. Hammasi joyida. Biz odamlarga yordam berish uchun keldik. Odamlar esa bizga bo'ysunishlari shart To'g'ri. emas. Shuning uchun Men biz- tayyor. Mudir Xuan, keling, suratga tushib. Oy, Nima? oling endi. Nimadir xatolik bor. Qani, jilmaying. Hozir. Nazarimda mudir Xuan bu yerda ko'proq muhtoj odamga o'xshab ko'rinadi. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Buncha hashamatli mashinalar qayerdan kelib qoldi? Bo'ldimi? Mudir Xuan, tushunaman. Ishingiz murakkab, lekin men buni qabul qila olmayman. Men muhtoj emasman. Kambag'al ham emasman. Bularni chindan ham muhtoj